Bugun biz sizlarga o'sha taniqli bo'lgan Xo'jaobod tumanidagi Oriental School xususiy maktabini tanishtiramiz. Biz Ichki ishlar vazirligi Andijon akademik litsey o'quvchilarimiz Oriental Schoolda tahsil olgan 14 nafar o'quvchi bizning litseyimizga qabul qilingan. Buni siri nimada ekanligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Bizni qabulda xushmuomalalik bilan kutib olishdi va bu yerda face control orqali maktabga kirilar ekan. O'zim jahon chempioni bo'lganligim sababli sport zaldan boshlashga qaror qildik. Nimagadir zalimiz ajoyib yorug' ekan. Keyin bizni kompyuter savodxonligi xonasi bilan tanishtirishdi. Bu yerda o'quvchilar IT hamda 1-apreldan boshlab robototexnika dasturiy ta'limlari o'rgatilar ekan. Bunaqasi o'ta go'zal-ku, to'g'rimi? Shundan so'ng biz mehmonlarimizni 3 hamda 4-sinf xonalariga taklif qildik va ularga o'tgangi o'quv yilida 4 nafar o'quvchimiz Prezident maktabiga, 14 nafarlari Al-Xorazmiy maktabiga va 37 nafarlari ixtisoslashtirilgan maktablarga kirib, respublikada rekord qo'ygan bolalarni aytishni ham esimdan chiqarmadim. Navbatdagi xonamiz esa 9-sinflar va bu xona bizning safdoshlar o'qigan xona. Qarang, o'tgan yili o'quv yilida maktabingizni 16 nafari Ichki ishlar akademik litseyga qabul qilingan. Bu yer esa bizning shinamgina oshxonamiz. Bu yerda o'quvchilarimiz 4 mahal issiq taom bilan ovqatlanishadi. Mana biz sizlar bilan maktabimiz aurasi bilan ham tanishib oldik. Hurmatli Xo'jaobodliklar, Oriental School xususiy maktabining pastki qismida yangi innovatsion o'quv markazi o'z faoliyatini boshladi. Hurmatli ota-onalar, bu o'quv markazining yaxshi tomoni, sizning farzandingiz 2-sinfligidan boshlab robototexnika bo'yicha robotlar yasay oladi va rus tili, ingliz tili, xitoy tili va matematika fanlarini chuqur o'zlashtiradi. 9-sinflar uchun Temurbeklar maktabiga tayyorlov kursi, 3-4-sinflar uchun Prezident maktabiga tayyorlov kurslari mavjud. Sizlarni ushbu o'quv markaziga chorlab qolamiz. Men O'zbekiston Respublikasi chempioni Sheraliyeva Gulsanam Xo'jaobod tumanida joylashgan Oriental School xususiy maktabida bo'lib o'tayotgan UFC qo'l jangi, fransuz boksi va badiiy gimnastika bo'yicha to'garaklar mavjud. Sizlarni bu yerga taklif qilib etib qolaman. Endi zudlik bilan Oriental School xususiy maktabi yoki Oriental Education o'quv markaziga shoshilib qoling.